Ya baraka top. Ya молодец, o'ta o'g'il. Assalomu alaykum. Xo'sh Ya geldin. xo'shsiz? Keling, yaxshimisiz? Rahmat, balo bo'lsin. Ya ko'rmaysizmi? O'g'il bo'lsa shunchalik bo'lar. 17 yoshida otamga deb sovg'a qilibdi mashina. Sizni 3 o'g'lida adashmasam. Shunaqa. Buyursin, balo bo'lsin qo'shni. Rahmat, rahmat. Chakiring. Osh qilib bir mashinani yuvamiz. Rahmat. Молодец. O'ta o'g'il. Ada, pul bering. Bugun o'qishimga to'lov qiladigan kun edi. Bola, o'qish deysan. Qachon saramni yonimga kirasan? Ukalaring ham katta bo'lib qoldi. Sen tengan qo'shni bolasi. 17 yoshida otasiga mashina sovg'a qildi. O'qishim bitirib olay. Xudo xohlasa, o'sha mashinadan ham zo'rlarni sovg'a qilaman ada hali. Qachon sovg'a qilayapsan? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Baxshab qo'shni yaxshimisiz? Keling. Rahmat. Qo'shningiz Abduqodir o'g'li o'tib qoldi. Nima bo'ldi? Kech payt ko'rdingmi? Telefonda qimor o'ynar ekan. Katta pulga tushib qolibdi. O'zini o'zi osib qo'yib. Kecha otasiga ham mashina sovg'a qilgan edik. Mashina ham kredit ekan, aka. Bomdodga janada chiqarsilar. Bo'ling. O'qishim bitirib olay. Xudo xohlasa, o'sha mashinadan ham zo'rlarni sovg'a qilaman ada hali.